Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18-avgust sanasi bilan bismillah deb hadiyalarni, vaqflarni oldik. Bismillah deb vaqf pechatini bosamiz. Allohim mana shu vaqf qilgan, sadaqai joriya qilgan insonlardan o'zi rozi bo'lsin. Allohim mana shu qilingan sadaqai joriyalarni mabrur holatda qabul qilsin. Jannatlarda ikki olam sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birlashtirsin. Sahobiylar bilan birlashtirsin. Tabiinlar bilan birlashtirsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarini Allohim mag'firat aylasin. Zurriyotlaridan Baytullohda imomlarini chiqarsin, hofizi Qur'onlarni chiqarsin. Har birilari uchun alohida duo qilib, videolarini inshaalloh o'zingizlarga alohida tashib beramiz. Bu общий video bo'ladi. Hammalarini mana kitobinglar. Allohga hamdlar bo'lsin. Olindi omonatlar. Vaqf pechatini bosyapmiz hamda vaqf bo'limiga olib borib beramiz. Vaqf bo'limidagilar haramga, Ka'baga yaqin bo'lgan Qur'on kitob ko'proq o'qiladigan joylarga o'zini ishchilari qo'yib boradi hamda bu Qur'on kitobdan har bir harfidan o'qilgan savobni Allohim 100 ming barobarga ko'paytirib beriladi. Hozir biz Allohni baytamiz, haram hududamiz. Agarda sizlar ham vaqf qildirmoqchi bo'lsanglar, ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qilinglar. Bismillah deb ota-onalarni, yaqin birodarlar nomidan chiroyli video chiqitlar bilan tashlab beramiz. Allohni baytda turib ota-onangiz ismini aytamiz. Ha? Assalom.